Agar odamda grija bo'lsa, hijama qilsa bo'lavu, je bo'lmaydi. Grija bo'lganda hijama qilsa yaxshi yordam beradi. Grijaning sabablaridan biri qon aylanishini buzilishidir. Chunki hozirgi zamonda juda ham ko'p kompyuterda o'tirib ishlaydigan odamlar bor, yo bo'lmasam dalnivoychilar bor, shofyorlar, undan tashqari buxgalterlar ko'pincha o'tirib ishlaganligidan qon aylanishi yaxshi bo'lmasdan. Misol uchun bizga juda ham ko'pchilik grija bilan, protruziya bilan murojaat qilishadi, hijama qilsam bo'ladi. Biz albatta ularni hijama qilamiz va o'sha mayda qon tomirlarini tozalaganimizda qon aylanishi, sirkulyatsiyasi yaxshi bo'lib, odamlar ancha yengil tortadi. Agar sizda ham mana shu bo'yin qatishlari bo'lsa, bu ko'krak qafaslarida qisilishlar bo'lsa, bel og'riqlari bo'lib, sedalish nervlarida qisib oyoq taraflarga og'riqlar berayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, biz qo'ldan kelgancha sizga yordam beramiz, hijama qilamiz.